Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozirgi holatda bozordan shunday hayvonlarni bozordan olib keladi. O'sha paytda 1 kunmi, 2 kunmi, 3 kundan keyin qarasangiz og'zidan so'lak oqib, yashur kasali bo'lib qolyapti. O'shani obunachilarimizga aytib o'taman. O'sha holatlarda uyingizga hayvonni olib kelgandan keyin bozordan shu o'zimizda benzinda olib, birinchi o'rinda olib kirishdan oldin mana benzin tuyoqlarning orasiga, og'izlariga, ustlariga sepib qo'yamiz. Undan keyin Aximax spreylari bor. Tuyoqlarning oralariga, og'izlariga buni ham sepamiz. Shamollashga qarshi Eneroflox ukoli bor. Uni shundan 1 yoshga to'lmagan bo'zaklarga 15 grammdan, 1 yoshdan o'tganga 10 grammdan ukol qilib qo'yamiz, keyin kasalni oldini olgan bo'lamiz. Hozir men sizlarga buni qanday foydalanishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosishni unutmang. Sprey, bu Aximax spreyini mol kelib benzinni sepib qo'ygandan keyin tuyoqlarning oralariga, og'izlariga sepib qo'yamiz. Keling. Mana orqalariga, oldiga, mana shu aslan ichida go'shiga o'tish kerak. Mana bu kasalni oldini oladi. Agar mabodo shu molimiz yashur kasal bo'lib qolsa, bu dori oldindan buni bartaraf qiladi, tuyoq og'rig'ini. Shu holatlarda keyin tuyoq chiqib ketish anaqalari bo'lmaydi. Tuyoq chiqib ketish holatlari bo'lmaydi. Buni qo'ylarga ham ishlatsak bo'ladi. Hozirda qo'ylarga ham yashur kasali tegyapti. Qo'ylarga ham xuddi shu holatni qilaveramiz. Eneroflox faqat 5 grammdan katta qo'yga, 2,5 grammdan qo'zilarga ukolini urib qo'ysak bo'laveradi. 10 grammlik shpritsni olamiz. Enerofloxdan tortib olamiz. Hozir bu molimiz mana bo'ylari o'sha 1 metrdan oshiq bo'lgani sababli biz 10 grammdan Enerofloxni qo'yamiz. 10 gramm. Havosini chiqarib olamiz. Buni o'zini maxsus ninasi bo'ladi. Bu molni mana go'shtli joyiga uramiz. Agar suvli joyiga ursangiz, suviga shikast yetishi mumkin. Bismillah. Shotdi. Alohida. Ikkalasiga ham alohida shprits va ninani almashtirib ko'l qilamiz. Bu ham 10 ml dorini tortib olamiz shpritsga. Tak jonivor tak. Shu bilan emlatkimiz bo'ldi. Endi xudo xolasa mollarimiz yashur kasali bo'lmaydi. Shamollashga Eneroflox ukolini urib qo'ydik. Agar videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosing. Bozor aro kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.